Va nihoyat ko'pchilikning qalbidan joy olib ulgurgan multfilm Zootopia, ya'ni Hayvonlar shahri multfilmining ikkinchi qismining tizeri chiqdi. Xo'sh, tizerda bizga nimalarni ko'rsatishdi? Deyarli multfilmdan kadrlar yo'q o'rtoqlar, faqat shu ikkinchi qismida qatnashadigan barcha personajlarni tanishtirib o'tishdi va ikkinchi qism qaysi lokatsiyalarda bo'lishini ko'rsatishdi. Zootopianing ikkinchi qismida birinchi qismida qatnashgan deyarli hamma personajlar qatnashar ekan va bitta yangi yovuz va bitta yangi sirli qahramonni ko'rsatishdi. Yovuz qahramon katta ehtimol bilan mana bu ekranda ko'rib turgan personajlar, ya'ni ilon bo'ladi. Sirli qahramon kim ekanligi esa hali ochiqlanmadi. Kim u, nima qiladi, hali beri bilmaymiz. Tizerda ham bizga yuzini ko'rsatishmadi, ko'rib turganlaringda, lekin uni formasi etik kiygan mushukdagi ajal bo'risiga ham o'xshab ketadi. Xavotir olmanglar, lekin 100% bu ajal bo'risi emas. Zootopia multfilmining ikkinchi qismi shu yilda noyabr oyida premyera bo'ladi. Premyeraga ham o'ta ham oz qoldi. Multfilm chiqqanida hammadan birinchi bo'lib ko'rishni xohlasangiz ushbu videoga like bosing va menga obuna bo'lib qo'ying. Hammadan birinchi bo'lib chiqqanda men sizga xabar beraman. Aytgancha o'rtoqlar, ushbu multfilm chiqishi bilan o'zbek tilida men uni mana bu yerda chiqib turgan Telegram kanalimga yuklayman. Albatta Telegram kanalimga o'tib obuna bo'lib qo'ying. Balki allaqachon chiqqandir, balki allaqachon tashlab bo'lgandirman. Bu videoni qachon ko'rayotganingizga bog'liq.